Yurtimizda jami 50.156 kishi AIDS bilan yashayotgani aniqlandi va shu paytgacha bo'lgan vaqt oralig'ida 24 mingga yaqin insonlar shu kasallikdan vafot etgani ma'lum bo'ldi. Orttirilgan immun tanqisligi sindromi retrovirus guruhiga mansub virus qo'zg'atadigan kasallikdir. Odamning immunitet tanqisligi virusi bu odamda kasallikka chidamlilikning yetishmasligiga olib keladigan virus. Infeksiya davri odam organizmida virus bor, lekin kasallik alomatlari hali namoyon bo'lmagan davrni o'z ichiga oladi. AIDS avval sezilmas darajada sokin kechsa-da, inson organizmining himoya tizimiga jiddiy tahdid soladi. Virus asta-sekin immun hujayralarini zaiflashtirganida kasallikning asl og'irligi namoyon bo'ladi. Shu paytda erta tashxis va muntazam davolash inson uchun muhim burilish nuqtasiga aylanadi. Shu sababli ilmiy bilim va mas'uliyatli ehtiyot choralariga amal qilish AIDSdan himoyalanishning eng ishonchli yo'lidir.